Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan Kinomyu kanali. Mana bugungi videomizda sizlar bilan What If animatsion multserialining 3 hamda 4-qismlarini tahlilini o'tkazamiz. Oldingi videoda aytib o'tganimdek, har bitta videoda ikkitadan qismini tahlilini o'tkazaman. Negaki serialning barcha qismlari chiqib bo'lgan, hattoki o'zbekcha qismlari chiqishni ham boshladi. Yaqinda esa Echo serialining premyerasi ham boshlanadi. Albatta u serialga yetib olishimiz shart, sababi serial juda ham katta crossover bo'lishi aytilyapti. Agarda siz What If multserialini qayerdan topishni bilmayotgan bo'lsangiz, albatta video ostidagi kommentariyada yoki opisaniyada Telegram kanalim bo'ladi. O'sha kanalga o'tib, bemalol multserialni tomosha qilishingiz mumkin. Hozircha esa atigi 3 ta seriyasi o'zbek tilida joylandi. Va yana Telegram kanalimda har kuni eng qiziq ma'lumotlar, aktyorlarning hayoti bilan va kino yangiliklari joylab boriladi. Albatta Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Har doim aytadigan gapim, albatta video boshidanoq kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang. Shunda biz chiqargan har bir videomiz birinchilardan bo'lib sizga yetib boradi. Videoga like bosish esa esingizdan chiqmasin, sababi video oxirida esingizdan chiqib qolishi aniq. Kommentariyada bir necha so'zdan iborat oddiygina so'z bilan bizni qo'llab-quvvatlasangiz, shuni o'zi yetarli. Yaxshiroq o'rnashib oling va oldingizga biror nima olib oling, sababi videomiz qiziqarli bo'lishi aniq. Qisqagina intro va biz Agarda multserialning ikkita qismini, ya'ni 3 va 4-qismining tahlilini boshlaymiz. YouTube'da kanalingiz bor, ammo siz unga preview, avatarka va bannerlar izlayapsiz, ammo yasay olmayapsiz va topa olmayapsiz. Topganingiz ham sizga qimmatlik qilyapti. Unday bo'lsa sizga Livash Portfolio kanalini taklif qilaman. Albatta bu kanal sizga arzon narxlarda previewlarni, avatarkalarni va bannerlarni tayyorlab beradi. Barcha manzillar video ostida va kommentariyada bo'ladi. Albatta kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yib, bizning kanalimiz nomidan ham salom yo'llashni unutmang. 3-qism boshlanishi bilan bizga kuzatuvchi men o'zimning hayotimda bo'lgan eng qiziqarli yangi yilni aytib beraman dedi. Keyingi kadrda esa biz temir odam Kapitan Amerika Natasha qandaydir bir yovuzga qarshi kurashayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu qanday yovuz ekanligini esa video davomida bilib olasiz. Happy Hogan boshchiligida barcha yangi yilga tayyorgarlik ko'rayotgan edi, ammo ishchilar bahona Justin Hammer ham qasoskorlarning bazasiga kirib oldi. Ichkariga kirib olgan Justin Hammer barchani qo'rquvga soldi. Androidlarni va hattoki temir askarlarni ham, Jarvisni ham o'ziga bo'ysundirib oldi. Bu albatta Jarvisning ishdan chiqishi Ultron davri filmi hamda Temir odam 2 filmiga belgi. Hammerning asosiy maqsadi esa Hulkning hamda Thorning qonini olish ekan. Buni Happy Hogan bilib qoldi va ulardan oldin quvur orqali kirib Hulkning qonini topdi. Ming afsuski, Happy Hoganning ehtiyotsizligi sababli Hulkning qoni uning o'zining oyog'iga o'tib qoldi va birin-ketin oyoqlari shisha boshladi, ya'ni Hulkga aylana boshladi. Happy Hogan esa barchani yordamga chaqirdi, ammo ular ham yangi yil bilan band edi. Va nihoyat Happyning barcha tanasi Hulkga aylanib bo'ldi, ya'ni u to'liqligicha Hulkga aylandi, ammo u yashil emas, zangori rangga kirdi. Shundan keyin barcha androidlarni va temir kiyimlarni portlatib tashladi, ya'ni yanchib tashladi. Bu albatta Ultron davri filmiga belgi. Justin Hammer esa Hulkga, yo'g'e, Happy Hoganga qarshi turish uchun o'zining Hulkbuster'ini, to'g'rirog'i Tony Starkning Hulkbuster'idan foydalandi. Ayni shu daqiqada bizning qorbobo qasoskorlarimiz ham yetib keldi. Ammo ming afsuski ular Justin Hammerga emas, aksincha Happy Hoganga qarshi kurashdi, sababi uni maxluq deb o'ylashdi. Video boshidagi maxluqni esa ayni shu joyda tanib olishingiz mumkin. Menimcha endi savollarga o'rin qolmadi. Ha, bu Happy Hogan edi. Happyni endi qo'lga olishgan paytlarida Darcy, ya'ni Temir odam 3 filmidagi qizcha uning oldini to'sib oldi va ularga haqiqatni aytib berdi. Happy esa Hulkcha bir yaxshigina o'kirish bilan Justin Hammerni pastga uloqtirib yubordi. Hamma uni o'ldi deb o'tirganida Happy uni qutqarib qoldi va yangi yil bilan dedi. Thor esa har doimgidek kechikib keldi. Va shu tariqa 3-qism ham o'z nihoyasiga yetdi. 3-qism haqida fikrlaringizni kommentariyada kutaman. Bilasiz, bu 4-qism aslini olganda 1-faslda bo'lishi kerak edi, lekin noma'lum sabablarga ko'ra olib tashlangan edi. Mana endi uni 2-faslda ko'rib turibmiz va bizga 1-fasldan ozgina epizod ko'rsatildi. Bu olamda ham temir odam raketani Chitauri armiyasiga qaratib yo'naltirgan, Chitauri armiyasini yo'q qilgan, ammo ming afsuski temir odam yerga qayta olmagan.
va u yaxshigina to'qnashuvlardan so'ng Thorning o'rniga Grandmasterning olamiga borib qolgan va Grandmaster bilan tanishgan. Bilasiz, Grandmaster o'yinlarning jinnisi bo'lganligi sababli ham Toniga o'zining qoidasiz o'yinini, ya'ni poygasini taklif qilgan. Toni esa buni albatta rad etib ketayotganida, uning oldidagi temir haykalni eritib yuborishgach, Toni bu o'yinni tomosha qilishga rozi bo'lgan. Poygada esa bizga tanish bo'lgan personajlar Valkyria hamda Korgni ko'rishimiz mumkin. Bu albatta Thor Ragnarok filmiga belgi. Bu poygada hech qanday qoidalar yo'q. Qanday qilib bo'lmasin, marraga birinchi bo'lib yetib kelish kerak. Poyga so'ngida esa Grandmaster o'zining chempionini chiqardi. Chempion esa Thor Ragnarok filmidagi Hulk chiqqan darvozadan chiqib keldi. Erkatoyimiz Toni esa o'zining omon qolgan kiyimlarining bir qanchasini yig'ib olib, unga qarshi, ya'ni chempionga qarshi kurashdi. Chempion esa aslida fil emas, Gamora ekan. Afsuski, Gamora ham, Korg ham, Toni ham bitta joyga qamalishdi. Toni esa bu yerdan o'zining aqli bilan chiqib ketishga muvaffaq bo'ldi. Gamora esa o'zining kuchi bilan chiqib ketdi. Keyin esa Toni o'zining Hulkbuster'ni yaratdi hamda Grandmaster'ni poygaga taklif qildi. Boya aytib o'tganimdek, bu poygada hech qanday qoidalar yo'q. Nima qilib bo'lmasin, birinchi bo'lib marraga yetib kelish kerak xolos. Bu poyga menga ko'proq Udabron bolalar 3 filmidagi poygani eslatib yubordi. Avtomobillar ham xuddi o'sha filmni eslatadi. Balki multserial yaratuvchilari aynan shu filmdan ilhomlanishgan bo'lsa hech gap emas. Grandmaster Tonini yo'q qildim va marraga birinchi bo'lib yetib keldim deb o'ylab o'tirganida, uning kiyimi avtomobilga aylandi va birin-ketin turbo tezlikka o'tib, marraga birinchi bo'lib Toni yetib keldi. Grandmaster g'irromlik qilib Tonini eritib yubormoqchi bo'lganda, bexosdan hassasi o'ziga tegib ketdi va o'zi erib ketdi. Shu bilan hammasi o'z nihoyasiga yetdi deb o'ylab o'tirganimda, Tonining oldiga Gamora keldi va Thanosni o'ldirish hiylasini aytdi. Shundan so'ng birgalikda Thanosni borib yer tishlatishdi, ya'ni erituvchi hassa bilan Thanosni ham yo'q qilishdi. Shu bilan 4-qism ham o'z nihoyasiga yetdi. Thanos ham shu yerda o'ldi. Endi qasoskorlarga bu olamda hech kim qarshilik qila olmaydi. Multserialda belgi va bog'lanishlar juda ham ko'p. Bularni ko'rib payqashingiz aniq. Men esa payqash qiyin bo'lgan belgilarni aytib o'tdim xolos. Multserialni albatta ko'ring, sizlarga yoqadi degan umiddaman. Multserialni ko'rish uchun esa media kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. U yerda siz eng so'nggi premyeralarni birinchilardan bo'lib topishingiz mumkin. Agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa, layklaringizni ayamang, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni ham unutmang. Multserial haqidagi fikrlaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.